Zavarnoy krem va malinali konfili shu meni eng yaxshi ko'rgan shirinliklarimdan biri. Agar o'zim pekarni ochganimda birinchi bo'lib shu shirinlikni sotuvga qo'ygan bo'lardim. Bu desertni nima deb ta'riflashni bilmayman. Izohlarda yozib qoldiringlar. Zavarnoy xamir qandolatchilikda eng murakkab retseptlardan biri hisoblanadi, chunki uni tayyorlaganda ahamiyat beradigan muhim faktorlar ko'p. Bu yerda hamma narsa rol o'ynaydi. Sifatli masalliqlar, jarayonni to'g'ri bajarish, xamirga dam berish va pishirish. Hamma nyuanslarni aytib o'tsam bitta reelsga sig'maydi. Profilimdagi aktual storiesda Zavarnoy xamir haqida o'zim bilgan hamma ma'lumotlarni berganman, kirib o'qib chiqishingiz mumkin. Shu shirinligiga qaytadigan bo'lsak, uning uchun un, sariyog' va shakardan krakelin tayyorlanadi. Pergament orasida yupqa qilib yoyib, undan dumaloq disklar kesib olinadi. Bu disklarni muzlatib olib, zavarnoy xamir ustiga joylaymiz va pishirishga yuboramiz. Krakelin zavarnoy xamiri bir tekisda yorilmasdan pishishiga xizmat qiladi. Undan tashqari desertga qisir-qisir tekstura beradi. Shuni 45 daqiqaga 160 gradusdagi pechkaga yuboramiz. Nachinka uchun vanilli zavarnoy krem va malinali konfet tayyorlaymiz. Ikkalasini retseptini har doimgidek video opisaniyasida qoldiraman. Shu pishib chiqdi, ichiga 2 xil nachinka to'ldirib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Usti qisir-qisir bo'lgani uchun shirinlik yana ham qiziq chiqadi. Zavarnoy krem bilan malinali konfet bo'lsa, men bilgan eng zo'r mazalar birlash. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Shirinlik menga qanchalik yoqqanini bo'lsa, reaksiyamdan bilsa bo'ladi. Voy.